22 mart günü Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerika Tashqi ishlar ministerligining tor betida bayonot e'lon qildi. U mazkur bayonotda mundaq degan: Biz bugun ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda harakat qo'llanib, yer shari magnitskiy qonuniga asosan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuan partikomining sekretari Wang Junjun bilan Xinjiang JX idorasining boshlig'i Chen Guomingga jazo yurgizdik. Biz Xinjiangdagi millatlar va e'tiqodchi xalq uchrayotgan og'ir darajadagi kishilik huquq dafsandichiligiga inkos bildirish uchun mushundaq qildik. Wang Junjun bilan Chen Guoming qatorliqlar ular chiqargan 13818 nomerlik ma'muriy buyruqqa asosan Xinjiangdagi qo'rqinchli zo'ravonlik bilan bevosita chetishliq amaldorlar deb bekitildi. Antony Blinken bu bayonotida Wang Junjunni qabih zo'ravonlik planini tuzguvchi, Chen Guomingni bo'lsa uni ijro qilguvchi deb ko'rsatgan bo'lib, bularning har ikkisi Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq va erkinlikka og'ir darajada ziyonkashlik qilgan. U bu bayonotida yana mundaq degan: Xalqaro jamiyat Xitoyni kun sari ayblayotgan bu mazgildimi, Xitoy yanala Xinjiangda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Amerika Xitoy hukumatini Uyg'ur va boshqa millatlarni bostirishni to'xtatishga, lager va qamoqxonalarga xohlagancha so'lab qo'ygan insonlarning hammasini qo'yib berishga yana chaqirdi. Biz bugun öz ittifoqdoshlarimiz bo'lgan Angliya, Kanada va Yevropa ittifoqiga hamdam bo'lish, ularning harakatiga qatilish uchun bu harakatni qo'llandik. İttifoqdoshlarimiz yana Xinjiang va boshqa davlatlarda yuz bergan zo'ravonliklar munosabatli kishilik huquq jinoyatlarini jazoladi. Bu harakatlar shuni ko'rsatdiki, biz ko'p taraflama hamkorlash orqali kishilik huquqni qo'g'dashni kuchaytiramiz hamda Xitoy Kompartiyasining qabih qilmishlaridan hisob olamiz. Antony Blinken yana Amerikaning kishilik huquq qo'g'dashdagi kuchli irodasini bildirib mundaq degan: Amerika yer shari magnitskiy qonuni orqali og'ir darajadagi kishilik huquq dafsandichiligiga zarba berishda yetakchilik rol o'ynayotdi. Mazkur qonun kishilik huquqni dafsan qilguvchilarga zarba berish va ulardan hisob elishning muhim vositasidir. Bugun Amerika Yevropa ittifoqining bu vositadan foydalanib, dunyo miqyosidagi kishilik huquq dafsandi qilguvchilarni jazolash harakatini qo'llaydi. Atlantik okeandan alqigan bu birlashma inkos kishilik huquqni dafsandi qilguvchilarga berilgan kuchli signaldir. Biz yana o'z hamkorlashuvchilarimiz bilan birlikda texmi ilgirlagan holda harakat qo'llanamiz. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqdoshlarimiz bilan bir safda turib, Xitoyni bu jinoyatni darhol to'xtatishga, ziyonkashlikka uchirguvchilarga hisob berishga chaqiramiz.